Barchaga salom. Bugun tradingda katta o'yinchilarning hiylalari haqida gaplashamiz. Ya'ni qopqonlar haqida. Bu shunchaki ma'lumot emas. Ko'pchilik yashirishiga qaraganda bu sirli ma'lumot degan fikr keladi. Aks holda ko'pchilik tezroq daromadga chiqqan bo'lardi. Eshitgan bo'lsangiz, omadli treyderlar 100% kirish nuqtasi, 100% ishlaydigan strategiya yo'q deyishadi. Nima uchun? Hozir bilib olasiz. Misol uchun biz o'syapmiz. Bizda trend liniya bor, buzib o'tdi. Kiramiz va biz plyusga ketyapmiz. Bu yerda yana xuddi shunaqa holat. Yaxshi. Mana bu yer juda qiziq joyga keldik. Birinchi bo'lib bu yerda bizga ikki cho'qqi двойной вершина ko'rsatyapti. Tushyapmiz. Bu yerda zakreplение va narx bosib ketyapti. Yaxshi. Bu yerda esa trend chizig'i va narx buzib o'tib tepaga aytyapti. Tepaga ko'rsatyapti. Xo'p. Trend buy deylik. Bu yer ham o'tgandan keyin birinchi o'rinda mana bu yerda ko'pchilik sellga kiradi, ya'ni sotadi va boshqa bir treyderlar bu yerda trend bo'ylab buyga ketadi, buyga kiradi. Natijada buychilar bu sellga kirganlar stop olindi. Buychilar bir ozgina yurdi, yana qaytib ularning ham stoplar olindi. Qizig'i, ikkala tomon ham stop olindi. Yana ko'rsataman. Lekin ikkala tomonda ham chiroyli signal bor edi. Ishonchli signal, 100% signal edi. Ishlamagan mana bu stop olguncha 100% signal edi, stop olgunga qadar. Qiziq, yana ko'rsataman. Mana bu yerda uchburchak. Ko'p joyda o'qiganmiz. Uchburchak bu продолжение движения, ya'ni harakatning davomiyligini ko'rsatadi. Bu yerda esa uchburchakdan keyin razvorot bo'lyapti. Qisqa muddatda. Ya'ni qarshi yuryapti. Yana ko'rsataman. Yana bu yerda uchburchak. To'g'ri aytishingiz mumkin, ba'zi uchburchaklar teskari ishlaydi, to'g'ri. Lekin mana bu yerda siz aytgandek teskari ishlagan va ko'pchilik aytgan, bu pastga ketadi deb o'ylagan, lekin dalishi yana stoplarni olgan. Bu fakt. Bularni menga o'rgatmagan hech qaysi kurslar yoki bilmadim, hech qayerda ko'rmagan bularni. Men opitdan kelib chiqib sizlarga aytyapman. Shu ko'p minus tushgandan keyin, ko'p pul yo'qotganimdan keyin shunaqa fikrga keldimki, buni video davomida aytib beraman. Mana bu yerda bayroq, flag. Bu ham asosan harakatning davomiyligini ko'rsatadi, ya'ni trend davom etadi degan ma'no. Haqiqatan ham buzib o'tib, bu yerda qandaydir flat hosil qilib, lekin bizga qarshi yurdi. Bunaqa misollar juda ko'p. Va albatta ishlaydiganlari ham bor. Mana masalan bu yerda ikki cho'qqi chiroyli ishlab berdi. Ishlamaydigan modellar bo'lmaydi. Hamma strategiya, hamma modellar ishlaydi. Faqatgina doim emas. Ana shuni bilish kerak. Bu juda muhim. Bu eng muhimlardan biri. Shuning uchun ham muvaffaqiyatli treyderlar risk menejmentga amal qiladi. Ya'ni riskni boshqar.
pullaringni boshqarin. Barcha pullaringni bitta bitimga tikma deydi. Chunki 100% bo'lmaydi, ishonchli signal bo'lmaydi. U ishonchli, lekin mana shu yerda mana bu ikki cho'qqi, mana bu tushyapti va bu yerda zakreplение bo'lyapti. Ya'ni tasdiqlayapti biz pastga ketamiz deb. Pastga ketyapti hammani yaxshigina. Lekin mana shu yerni o'zida narx tepaga chiqib stop lossni olish ehtimoli juda katta. Mana bu yerda ham bizda bor. Birinchi, ikkinchi, ikki cho'qqi deylik. Shundaymi? Ikki cho'qqi bor. Yo'naverishing. Yuryapti ozgina va atkat beryapti. O'zi pastga ketadi deb o'ylaymiz. Marhamat, natija. Bu yaxshi bo'ladi agar sizni stopingizni olsa. Agar siz stop loss qo'ymagan bo'lsangiz, barcha pulingizdan ayrirdingiz degan. Bularni sizga hech qaysi kurs sotadigan aytmaydi. Shuning uchun ham ko'pchilik bu sohada yo'qotadi va daromadga chiqishi qiyin bo'ladi. Bu soha shunday qurilgan. Ya'ni bu yerda kimdir topsa, demak kimlardir yo'qotgan. Pul o'zidan o'zi bu yerda paydo bo'lib qolmaydi. Shuni bilish kerak. Agar siz o'z ustingizda ishlamasangiz, mana bunaqa qopqonlar haqida bilmasangiz, risk menejmentga amal qilmasangiz, bu sohada siz hech qachon muvaffaqiyatga erishmaysiz. Bu ochiq haqiqat. Siz aytishingiz mumkin, menda bo'lgan, men yutganman. Men shuncha yutganman, shuncha pulim bo'lgan, lekin keyinchalik sliv qilganman. Bu xuddi shunaqa. Bu demak siz qimor o'ynagan, stavkada ham xuddi shunaqa. Yutasiz albatta. Bu agar hech kim yutmasa, bu yerda hech kim kirmaydi, hech kim ishonmaydi. Albatta ba'zida xo'rak berib turadi. Keyinchalik ko'proq siz yo'qotishingiz 100% aniq. 100% siz oldin topgan pulingizdan ko'p yo'qotasiz agar o'z ustingizda ishlamasangiz. Xulosa qilib aytganda, strategiya, yana boshqa modellar, bular hammasi ishlaydi. Faqat aynan shunday ishlaydi. Ya'ni 100%lik bor bitim bilan kiradiganda ishlamaydi. Bu shunchaki gap emas. Bu boshimdan o'tgan hodisalarni sizlarga aytib beryapman. Bu kichik masterclass yoki dars sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Buni shunchaki ko'rish bilan sizga hech qanday foyda bo'lmaydi. Aytganlarimga amal qilsangiz 100% javob beraman. Sizga albatta ijobiy natija bo'ladi.